Hamma ishimizni ixlos bilan qilaylik. Qur'on o'qisak ham ixlos bilan o'qiylik. Namoz o'qisak ham ixlos bilan o'qiylik. Yaxshilik qilsak ham ixlos bilan qilaylik. Shunda Alloh roziman deb qolsa, ikki dunyoni baxtiga erishgan bo'lamiz. Yashashdan maqsad hammamizga Allohning roziligini olish, ota-onamiz xizmati, mahalla ko'y yaxshilik qilish, farzand tarbiyalab, chiroyli boqib, katta qilib, olim qilib, ilmli, hunarli qilish Alloh rozi bo'larmikin degan niyatda. Mana oilalar ajrimlar xiyonat uchun ajraladi. Allohga ahd paymon berdik-ku. Allohning taqdiriga rozi bo'ldik. Nima uchun endi yoqmay qoldi bolamizga? Nima uchun bizga yoqmay qoldi? Xoin bo'lamiz. Xiyonatkor bo'lamiz. Alloh taolo yomon bo'lsa ham yashaying deyapti-da. Muomala qil chiroyli deyapti. Seni sherigingman deyapti. Billa bo'laman shu xonadonda, shu oilada debdi. Hozir namoz o'qib, mana roza kelsa, roza tutsak biz jannatga kiramiz deb yurimiz, ha? Jannatga kirish oson emas. Alloh taolo jannatni atrofini juda ko'p mashaqqatlar bilan o'rab qo'yganda, shu kibr, g'azab, hasad, ig'vo, xiyonat, yolg'onchilik, shularga chidab, shularni tashlab, shu ishlarni qilmasdan keyin kira olar ekanmiz. Bo'lmasa kira olmas ekanmiz. Shahvatimizga berilsak, ayshi ishrat qilib yuraversak, kira olmaymiz. Atrofini shu o'ralgan. Innalloha la yuhibbul mufsidin. Insonlarning o'rtasini adovat qo'zg'ash, yolg'on tarqatish, haq huquqni poymol qilish, bularning hammasi buzg'unchilik bo'ladi. Ikkita odam o'rtasini buzib qo'yiladi-yu. Alloh eng yomon ko'rgan ish ekan bu-da. Yarashtiring. Alloh yaxshi ko'rgani yarashtirish, urushtirish emas. O'rtani isloh qilish, ikkita oilaning o'rtasini isloh qilish, buzish emas. Buzg'unchilikning eng razil, eng xunuk ko'rinishlardan biri oilalarning tinchini buzish, er xotin o'rtasini ajratish, eng yomonni. Payg'ambarimiz alayhisalom bundaylarni bizlardan emas dedilar hamda. Laysa minna man habbaba imra'atan ala zawjiha. Xotinini eri bilan o'rtasini buzganlar bizdan emas dedilar. Mana ummatim emas dedilar. Men uni ummat deb qabul qilmayman dedilar. Oilani buzilishligiga aslo sababchi bo'lmasligimiz kerak. Bunday ishga men aralashmayman deyish kerak. Bunday ishni men qilmayman deyish kerak. Men yarashtiraman deyish kerak. Har qancha xato qildi, gunoh qildi, yomonlik qildi, yarashtiraman deb turib olish kerak. Yo o'zimiz yarashaman deb turib olishimiz kerak-da bir-birimiz bilan. Chunki Sha'bon oyi yarashadigan oy. Sha'bon oyi yaxshilik oy. Sha'bon oyi payg'ambarimiz yaxshi ko'rganlar-da. Sha'bon oy meni oyim deganlar. Sha'bonni o'zlariga tanladilar. Chunki Sha'bonda Ramazonga tayyorgarlik qilganlar. Hamma yaxshi fazilat bo'lsa qilganlar, ihson qilganlar, birovga yordam berganlar, roza tutganlar, Qur'on tilovat qilganlar. Rasululloh yaxshi ko'rgan oy biz ham yaxshi ko'rishimiz kerak-ku. Bu oyda Allohdan mana baroat kechasi keladi yaqinda. Shu kecha tinmay yig'lab Allohdan so'rashimiz kerak. Allohim Xudoyim kelgusi baroat taqdir yoziladi. Kelgusi yilgacha Alloh meni taqdirimni yaxshi bandang qilib yoz. Sen yaxshi ko'radigan, ish qiladigan qilib qo'y. Sen xohlamagan, yomon ko'rgan ishlarni qilishlikni meni uzoq qil deb Allohdan yig'lab so'rashimiz kerak. Farzandlarimizni shunday hisda, shunday pok niyatda tarbiya topishligi, sabrli bo'lib, mo'tadillik bo'lib, shukronalik bilan, shunday pok axloq bilan, pok niyat bilan, sog'lom e'tiqodda tarbiya topishligini Allohdan mana ulug' baroat kechalarida Allohdan so'rashimiz kerak. Alloh taolo barchalarimizni go'zal odob va sifatlar bilan xuluqlantirib, barchamizga ikki dunyoni saodatini nasib etsin.